Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izdenish programmamizning 45 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sürgün hukumatimizningki Tashqi ishlar ministri Salih Xudayr efendimni Sharq Turkiston Sürgün hukumatining qurilganligining 20 yilligi va lobbichilik degan temada suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Xush bulduk, rahmat. Rahmat. Oldu bilan biz Cumhur Reisimiz Mehmet Ali efendim o'zining X hisobida naql olgan miladiyadan burun o'tgan Grek siyosini va generali Periklisning buni gapiga nazar oldiraylik. U mundaq deydi: "Sening siyosatga qiziqmasliging siyosatning sana qiziqmaydiganligini bildirmaydi." Mehmet Ali efendim bunun qarta siyoset bizdek uningga qiziqmaydiganga qiziqqanda uning sirini his qilamiz. Küçünü görümüz ve akıbetiga qalamiz. Ondan ya onunğa zorlanıp qiziqadigan bo'lamiz, ya onunğa aktiv qiziqib özümüzni qo'g'dashni o'rganamiz deb izoh berdi. Grek siyosatining miladidan burun el qilgan so'zi helamam kuchga ega bo'lib, zamonning qancha taraqqiy qilishi hamda sharoit va vaziyatning qanday o'zgarishidan qat'iy nazar, inson siyosiydan xoli mavjud emas. Men siyosiyga aralashmayman deyish inson aqli qilingan hajibiy yumurdir. Bizning hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudayr efendim siyosatni kamoliga yetkazib qilayotgan mustaqillik jangchisidir. U bizning siyosiy taqdirimizga oid har qanday ishga nihoyat sezgir va sagaklik bilan o'z vaqtida inkas qaytarib, haqiqiy bir siyosiy arbob qilishga tegishli xizmatni jon ko'ydirib ado qilib kelyotdi. Texi 2 kun burun lobbichilik harakatimizga bosh bo'lib, Amerika Davlat Majlisida halqiliq o'rindik odamlar bilan ko'rishib chiqdi. Biz mush munosabat bilan Salih Xudayr efendimni bu qitimliq suhbat taklif qildik. Xo'sh, Salih Xudayr efendim, oldi bilan biz siz yaqinda bitgan lobbichilik harakati to'g'risida bir savol so'raylik. Bu lobbichilik harakatini bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, nima ishlarni qildingizlar? Shu Amerikada davlat majlisiga kirib. Buning ahamiyati nima? Shuni bir so'zlab bersangiz. Bu yerda nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Lobbichilik harakatimizni resmiy boshlangan kunini shu 2018-yili 6-oyning 4-ida shu Amerika majlisi oldida, ya'ni parlament oldida avom xalq bilan namoyish harakati bilan boshlagandik. Bundan butun dunyoning har qaysi joylariga qarindoshlarimiz xabardor. Va shu vaqtdami bu Sharq Turkiston masalasini xalqaro Amerika hukumatiga tunishtirishdan sirt irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildiramiz deb, Uyg'ur qonun loyihasini chiqaramiz deb va Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni talab qildik va Sharq Turkistonning besilib olgan davlat ekanligi haqida Tibetga o'xshash qaror chiqarishni, qonun chiqarishni talab qilib keldik. Bazı işlerimiz g'albilik bo'ldi. Gerçi nurg'un qarshiliklar bo'ldi. Xitoy va Xitoy g'alchilari va bizdagi o'zini aktivist, aqchi ko'kchi deb olgan munofiqlar va xoinlar tarafidan nurg'un to'salg'ilarga uchirdik. Sul tutmoqdi, shikoyat qilib boqdi, bir ikki kun yotqizib boqdi. Shu o'ziningki kuchlarini ishlatib Xitoy kammiyaga chirib odamlar chirib ketganligini ko'ryapmiz. Tunigimmi ilishkini Amerikaningki CIA'siga ishlagan Xitoyningki Xitoyga josuslik qilib, ammo Amerika CIA uchun ishlagan bir Xitoyni 10 yil kesib o'tdi. Ya'ni bu 10 yil oz deb qarayman. Amerika bu 10 yillam kesib qo'ysa, Xitoy bu onda josuslik harakatini to'xtatmaydi. Bo'lib Xitoy millatchilari, Xitoy irqchilari o'zining davlatiningki dunyo jahongiri bo'lish uchun ular uchun 10 yil kesilishi muhim emas. Ular o'ziga hatto sharaf deb his qilishi mumkin bular. Shuning uchun undaq josuslar qarta meningki shaxsiy ko'z qarashim 10 yil bilan nima qilmaslik kerak. Eng qattiq jazoni berish kerak. Hatto Xitoy qanday o'lim jazosini berayotgan bo'lsa, bizga qarshi josuslik qilayotganlarni
Amerika'mı şu Xitay Amerika'nınki menfaatiga qarshi harakat qilayotgan Xitoy josuslarini, xoinlarni shu o'lim jazosi bilan hal qilish kerak deb qarayman. Bu meniki shaxsiy ko'z qarashim. Hamda bugungi yaqinqi qilgan faoliyatimiz biz har yili izchil davomli faoliyat bu lobbichilik harakatlarini qilib kelyapmiz. To'xtag'inimizmi yo'q. Ammo o Tibetliklarga va boshqa millatlarga o'xshash, masalan, mayli Isroil Yahudiylar bo'lsin, mayli armanlar bo'lsin, mayli Tibetliklar bo'lsin, mayli boshqa bir millatlar bo'lsin, har yili buniki bir ikki kun maxsus bekitilgan lobbichilik kuni bor. Shuning asosan biz Sharq Turkiston lobbi kunini shu 12 va 13 septemberda qildik. Birinchi sababi bu kunlar shu Sharq Turkiston surgunli hukumatiningki qurilish harfisi desak bo'ladi. Qurilish harfisini qilgan kuni va bu g'arb dunyosida masalan bu o'z taqdirini o'z belgilash nima prinsipiga hurmat qildiganligini, shuni qo'llaydiganligini ochiq kitap nimalar bor ya g'arb dunyosi. Ve Arap dünyasındaki ve hatta BDT'ninki nimsi değil mi? Öz taqdirini öz belgileş izbadi deyiklik. Biz bularga Amerikaga ve xalqaraga davetimiz ki bizning xalqimiz Sharq Turkiston xalqi 1933-yili ve 1944-yili o'zining taqdirini o'zi belgilab bo'ldi. Mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'lon qilish orqali o'zining tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqini ijro qildi va xalqaraga buni belgilab bo'ldi. Namoyon qildi. Va undan sirt hatto muhojiratlik Sharq Turkistonliklarmi Sharq Turkistonninki Xitoy tarafidan tajovuz qilinib ishg'ol qilgandan keyinmi 2014-yili september 14-yili 14-yilda Sharq Turkistondagi muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarmi o'zininki o'z taqdirini, tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqini ishlatib, xalqaraga o'zininki mustaqillikni, egilik huquqini qaytadan asli keltirish bo'lgan irodasini va Sharq Turkiston shu surgun hukumatiningki qurilishi bilan buni xalqaraga yana qaytadan jakarladi. Biz o'zimizning taqdirimizni o'zimiz belgilab bo'ldik. Va sizlar buni hurmat qilishinglar kerak. Agar sizlarningki o'z taqdiringizni o'z belgilash laplaringlar haqiqat bo'lsa, buni e'tirof qilishinglar kerak. Sharq Turkistonni beslab olgan davlat deb e'tirof qilishinglar kerak. Bizningki tashqi o'z taqdirimizni belgilash haqqimizning bor ekanligini va mustaqilligimizni va davlatimizning egilik huquqini asliga keltirish haqqimiz bor ekanligini va buni sizlar qo'llashinglar kerak. Xuddi 1959-yildagi millatlar yoki asr davlatlar qonunining oldi degandek ya shunda deyildi. Asrga tushib qolgan mushu davlatlar va millatlarningki o'zininki mustaqilligini va erkinligini qaytadan asli keltirish bo'lgan irodasini biz qo'llashimiz kerak va ularga istoshlik bildirishimiz kerak degan bir jumla bor. Va ostidagi davlatning birisi Sharq Turkiston. Turkiston deb ilg'liq umumiy Turkiston, G'arb Turkiston zaten 1991-yilda hammasi mustaqil bo'lib bo'ldi. Unda u yerda Sharq Turkiston qoldi. Shuning uchun buni bizni Tibetlikka o'xshash eng oz deganda hech kim deganda hech nima qilmasanglarmi Tibetga o'xshash muomala qilishinglar kerak. Davlatimiz ismini Sharq Turkiston deyishinglar kerak. Xitoyningki atal mustamlikachi haqorat bilan atalgan haqoratlik nimasini ishlatmasliginglar kerak deb talab qildik. Va undan sirt hozirgi yaqinning yozib ko'ryapmiz ya, bundan beri bu davosimizniki nima uchun xalqarolashanmadi, nima uchun boshqalarnikidek yaxshi tunlay ololmadi
Bunun sebebi şu Xitay galçıları, Xitay istihbaratı bizninki davasımızın tusaş için Xitay işgalçıları asasen davasımızı ve diasporasımızı kontrol kılgılar. Bunlarda 96 yıldaki 3. ayınki 16-da şu Xitay'ınki en yuqur derecelik 7 kişilik rahbarları var ya, Xitay'ınki. Şu vaqtda Jiang Zemin'ninki başlıqlıdaki bu Xitay 7 kişilik en yuqur derecelik Xitay amaldalары Beijing'de maxfi yığın açıp 10 maddelik buyruq düşürgende darlık hükümet ve istihbarat organlarına. Ve onunki bu yığının maksidi şu Şarkı Türkistan'ınki mustaqilliqin aldın eliş. Tusaş yani. 8. maddede nimdeydi? Enik buyruq düşürüdü. Barlık istihbarat ve diplomatik adımlarına Otur Asya, Türkiye ve Otur Asya devletleri bilen bolupma Kazakistan, Kırgızstan'a besim çürüp, yani Xitay'ın diplomatik üstünlükini şiltip, ulanı qayıqlip, Şarkı Türkistan meselesininki halkaralıp kılışın için aldın eliş ve aşağıdaki Şarkı Türkistan müstakillik faaliyetlerini tusaş ve bunu kıpkili vatıdı, küravatımız. Otur Asya bizninki en diasporasımız, en muhaciretiki sürgündeki en cık nüfusumuz var ya Otur Asya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Ama o yada 98 yıldan keyin bolupma 2000 yıldan keyin hiç kandak bir faaliyet kıyıgılı bommawatıdı. Bunu küravatımız. Bombasa müstakillik davası şu yada iti. Keyin bu nimede mi nime keyin bu nime 2001 yıldan keyin bu asasen bizning mustaqillik davasımızı Xitay yok oldu. To'xtab qoldi. Onun yana deydigan nimeleri bu 8. maddesida köpünçe şu vatan sırtıdaki yani Şarkı Türkistan'ın sırtıdaki yoki chet eldeki köpünçe Şarkı Türkistanlık yoki Uyg'ur teşkilatını ve rahbarlar bilan söhbetleşip köpünçesini Xitayning tarafiga yani bizning tarafimizdeydi ayada Xitay yani Xitayning tarafiga qayil qildirib azsallık yani bir adı davatqana azsallık izchil mustaqillikdan asla vaz keçmeydiganlarni yo'qotish kerak. Ularni urush uchun har qanday vositalarni ishlatish kerak va Sharq Turkiston masalasininki xalqaro qilishini tusash kerak degan buyruq bor. Va bütün vositalarni ishlatib buni tusash kerak degan gap bor va buni ijro qilyotdi Xitoy. Ijro qilib kelyotdi. Bu putunluq shu lobichilik harakatida bu nurg'un to'sqinchilik shuningki davomi degan gapda. Shu, masalan amaliyot qarasak, masalan 90-yillardagi hatta 2004-yilgacha 2005-yilgacha faoliyatlar qarasak, hatta 2006-yilgacha mayli Yevropada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin, bu da'voning ismi Sharq Turkiston da'vosi edi. Bu da'voninki maqsadi mustaqillik, yani mustaqilligimizni asliga keltirish davası edi. Ama Xitay'ınki galçıları bu davanı kişilik hukuk davasıga, Şinjan davasıga, Uyghur assallık millet davasıga aylandırıp koydu. Ve bu Xitay'nın stratejisi, vaqt kazanış. Bunu mu düşündürdük bu Amerikalıklığa, bununki istihbarat komitetinin azaları bilen küreştik, Tashqi ishlar komitetining azaları bilen küreştik ve bunu düşündürdük. Bu Xitay'niki şu vaqt kazandırış meselesi, bu ırkıy kırgınçılık mı şu? Bizni kırıp lan bular. Xitay hazır vaqt kazanmakçı. Hazır şu kompartiya aslında yalganlık şu bizninki meselemiz ne şu Xitay'nın içki iş aslında köstüp kişilik hukuk meselesi aslında köstüp olmasa kişilik hukuk depsille nurgun rahmet, ırkıy kırgınçılıkta bir taraf kıldыңlar. Rahmet, nurgun jazalar yürgüzdіңлар. Ama bir Şarkı Türkistanlıkны kutkazanmadыңлар. Bir Şarkı Türkistanlık için mu bir kılçı bir payda yetkizmedіңлар. Veya da bir paydası bulmadı bununki. Doğru. Bir taraf kılıp koygan bilen onunki tusaş mecbur etinglar. Xalqaro qonun boyunca ırkıy kırgınçılıkны tusaş
ve cazalaş nimeňle ba. Bunu ada kılmadыңlar. Sizler kişilik hukuk degen bilen bizninki kişilik hukukumuzni Xitay kapalet kılmaydı o. Başkası bir kapalet kılmaydı o. Sizler kapalet kılmaysızlar. Onu şu biz özümüz kapaletlik kıla alaymiz. Devletimizin mustaqillik nasıl keltirgen çagda. Devlet şu kapaletlik kıldı. Şunun için sizler bizninki devletimizningki mustaqillikini asli keltirish uchun bizga ma'naviy va moddiy yordam berishinglar kerak. Urushni biz o'zimiz urushimiz. Sizlarni kelib biz uchun urushib turinglar demayapmiz. Uni o'zimiz hal qiladi. Sizlar yetarli yordam beringlarki biz buni qila olaylik. Bu Xitoyninki istixborot harakatlari qarshi harakat qilishini talab qildik. Wang Shujingdek bizim nimildek, Xitoydek nurg'unlar bor. Bizning millatning arasida, bizning davasımızın arasida shunda munofiq qilgan nurg'unlar bor. Surishtirsanlar buningki hatta o'zini da'vogar deb olgan ba'zi munofiqlarniki Sharq Turkistonda buni ota-onasi kim edi? Nima ish qilyapti degan nim qilsanglar o'tirg'i chiqadi. Hatta irqiy qirg'inchilik boshlanishdan burun bular nima ish qilyapti desanglarmi o'tirg'i chiqadi. Qandaq faoliyat nim qilyapti? Buniki birinchi qurgan oliy tashkilotning ismi nima edi? Va Xitoyning birlashma safiga aloqador qandaq nimalar bor? Buni surishtirib qilsanglar bo'ladi deb talab qildik. Albatta buning qarshi ba'zi şu 13 nima bilan kurashdik ya, haqiqatni demasak bo'lmaydi. Birisi mustaqilligimizni qarshi turgan bir ishxona bo'ldi. Yani şu kişilik hukuk işxonasidan birisi desak bo'ladi. O'z vaqtida 2009 yildagi qonun loyihasini bostirib qo'yish uchun ma'lum bir ishxonaga shu ishxona. Shundan biladi. Olamadi shunda nim qildi bu falanchi tashkilotlar bilan kurashyapmiz, pokunchilar bilan kurashyapmiz. Ular shu nima kishilik huquqni nima qilsak deydi, bu Xitoy andaq qilib o'tadi, mandaq qilib o'tadi. Agar sizlar nim qilsanglar, bunda qilsanglar Falastinliklarni ko'mayapsizlar, 2% nüfus qirilib bo'ldi. Shular bilan shunda bo'lib qolmamsizlar dedi. Men dedim, agar Falastinliklardek bo'la olsak, ming shukr deyman. Falastinliklar az degan bo'lsa, bayroqni ko'tara oladi. Hozir xalqaroda 150 dan ortiq davlat Falastinni davlat deb e'tirof qiladi. Amaliyotda Falastinliklar bir davlat qurib baqqanimi yo'q tarixda. Yaqingacha. Biz ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb Cumhuriyet e'lon qildik. Undan burun bizningki nurg'un davlatlarimiz bor tarixda. Hozir xalqimizning yerimini qirib bo'ldi. Sen kapalatlik qila olamsan bizning kishilik huquqimizni. Sen va'da qila olamsan to'xtab mush kishilik huquq bilan Xitoyga besim selib bizningki kishilik huquqimizni kapalatlik qila olamsiz dedim. Onda biz qila oladiganimiz shu. Bo'pti, qila oladiganing bo'lsa-mu, unda bo'lsa bizni Tibetlik qanchalik qilayotgan bo'lsang, shunchalik qil. Uningdan ortiq qilmasang mayli, ammo shunchalik qil. Bu Tibet'te bizni aks bilan atsang, şu Xitoyninki mustamlikachilikni ishg'oliyatni qabul qilgan bo'lsa, bugungi bu irqiy qirg'inchilikniki yildiz dal shu. Buni bilishing kerak va buni bilasizlar dedim men. Ammo bu yuzimchilik qilishni to'xtatishing kerak. Ammo tashkilot mandat atadi, u tashkilot mandat atadi. Bu tashkilot shu o'zining shu kishilik huquq, o'zining nimasini qiladi. Ammo bizning mustaqillik uchun nim qilyapti. Ve eğer fırsat kelsa biz bunun için şu bedel tüyleyemiz. Çünkü hiç kandak bir devlet bedel tüylemey mustakillikini, erkinlikini kapalık kılalığını yok. Hatta Amerika mı dedim. Eğer Amerika nikle mesela Washington'ne, Akçı Kökçiliğine, bugünkü Amerika devletinin kurgalını o radikalite Akçı Kökçiliğine. Eğer o radikallığı bommagan bolsa bu devletin bommaydı. Bugün sen bir adam ben bilen o kuruşanmaytın bunda. Doğru. İngilizning mustamlikasi bo'lading yoki boshqa bir tarixninkinimiz bilan boshqa bir davlat bo'ladi bu yerda dedim men. Onun için yani biz ular dedik. Biz qilinglar kishilik huquq nuqtasidanmi? Agar samimiy bo'lsanglar kishilik huquq nuqtasidan bu irqiy qirg'inchilikningki jazolanish kerak.
xalqaro bo'yicha bu jazolash to'xtatish majburiyatinglar bor. Buni nim qilishing, Doğrudur. ijro qilishing kerak. Undan sirt bu nurg'un boshqalarga xalqaro surishti qildinglar. Bizning masalamizni nimishqa surishti qildingmaysizlar? Nimishqa talab qilmaysizlar? Buni qilishing kerak dedim. Agar kishilik huquq, yolg'izlam kishilik huquqni nuqtatillam ag'ingli bo'lsa, agar samimiy bo'lsanglar, buni qilishing kerak dedim. Ammo boshqalar bilan yaxshi, boshqalari rost gapni qilsak, hozir bu Sharq Turkistonni mustaqillikni rasmiy qo'llasha olishimiz, ichki qo'llasha olishimiz sal ta'sirroq dedi. Ammo Xitoy bilan Amerikaningki munosabati kundan kunsiz ziriklashyapti. Va agar Xitoy Tayvanni bosadigan, ishg'ol qilish uchun hujum qiladigan bo'lsa, shu vaqtda albatta Amerika bunga javob beradi va boshqa amal qolmaydi deb menda nimani bildi. Ammo yana sizlar aktivlik bilan bu faoliyatingizni davom qilinglar, hammasi bilan paranglashinglar. Biz bundan keyin ba'zileri dedi, bundan keyin biz Şinjan degan rezil atalığını ishlatmaymiz. Bundan bizning xabarimiz yo'qdi. Yaxshi qildinglar kelib bu yerda bizga tafsiliy mush tarixiy masalalarni tushuntirish orqali deb nim bo'ldi. Shuning bilan azroq bo'lsa-mu bir g'albilik bo'ldi. Ammo yana yetarlik emas siz qarindoshlar. Buningga yolg'iz bu Sharq Turkiston surgun hukumatlam qilish emas va biz bilan birlikda hamkorlik qilgan necha tashkilotlar emas, avom xalqmi? Amerikaning har qaysi joylaridagi avam xalqimiz, ya'ni shu Sharq Turklar o'zininki 2 senatoriga va bir parlament a'zosiga hech kam deganda shu to'lqin qilib ilxat orqali yetishib bu talablarni, o'xshash talablarni yetkazish kerak aziz qarindoshlar. Ondan keyin bir natija, unumli bir natija chiqadi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, yana chaqiriq qilaman, yana bu kech emas. Ish narsa qilmasanglar, 5-10 minut vaqtinglarni chiqarib xat yozinglar, barliq materiallarni talab deydigan gaplar va ular sunilgan materiallarning hammasini bizningki surgun hukumatninki torbitidan topa olasizlar. Bu harakatni qilinglar aziz qarindoshlar. Va buni yolg'izlam Amerikada emas, dunyoning har qaysi joylarida o'xshash faoliyatlarni turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimizning dardimizni anglatmasak, o'zimizga ega chiqmasak, boshqasi kelib biz uchun kurash qilib bermaydi, boshqasi kelib biz uchun dardimizni anglatib bermaydi aziz qarindoshlar. Biz siyosatlaşmaymiz deb avam xalq yetiversak, 70 yilning kedik, yo'zi munofiqlar va Xitoyning g'alchilari davoni kontrol qilib, xalqimizningki bugungi qirg'inchilik sabab bo'lgandek, o'zimizninki xalqimizningki tamoman yo'qolishga biz o'zimiz asli qo'shgan bo'lamiz. Shu sukutimiz bilan, jim turib olishimiz bilan, siyosatga aralashmaymiz. 3-4 odam bor, hukumatimiz ham qilyapti yoki palonchi tashkilot qilyapti yoki po'kinch qilyapti deb o'tsasak yetarli emas. Biz o'zimizning mas'uliyatimizdan qochgan bo'lamiz va xalqimizning qirilishiga, avlodlarimizning yo'qolishiga sababchi bir vositalik bo'lmasmi, bevosita sababchi bo'lib qolgan bo'lamiz. Rahmat. Bu lobbichilik harakatine ait muhim ahamiyetli olduğun için sizinki gapingizni bilib o'tmayni qildik. Vaqt munosabati bilan biz mishning ichidagi bir gapni sizdan bir so'rab olaylik dedik. Bu qitimliq lobbichilikda hukumatimiz tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash deb xabar berdi. Bayonot e'lon qildi. Nemishqa tashqi degan gapni qatimiz. Biz burunma anglaydik bu gapni, siz bilsangiz. Hamda dal mushu masalani deyishimizning sababi bayam dedim ya bir ishxona buning qarshi turdi deb. Biz o'z taqdirini o'z belgilashini qo'llaymiz dedi bu ishxona yana. Ammo u o'z belgilashining ichida avtonomiya bor. Shuni nim qilamiz? Avtonomiya bor va mustaqillik bor, ammo aniq emas. Aniq bo'lmagandan keyin ko'pincha holda bu shu avtonomiyalikka boradi. Ichki mustaqillik demasa, avtonomiyalikka boradi deb nim qildi. Shuningga biz
bayonotimizdimi va bular degan gaplarimizmi biz xalqimiz o'zimizning tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqini buni necha qatim jakarlab bo'ldik. O'zimizningki tashqi o'z taqdirimizni necha qatim belgilab bo'ldik. Sharq Turkiston ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyet mustaqil cumhuriyetlarini e'lon qilish orqali biz xalqaroga o'zimizning tashqi o'z taqdirimizni belgilaganligimizni jakarladik. Surgun hukumatimizning qurilishi bilan diaspora xalqimizmi yana xalqaroga o'zimizning tashqi o'z taqdirimizni belgilaganligimizni o'tirib qo'ydik. Tashqini qo'shimizning sababi chunki bu o'z taqdirini o'z belgilashki nimasida xalqaro qonun bo'yicha ikki nimasi bor. Iç qilmasa normalda ham o'z taqdirini o'z belgilash nim qilib qolsalar avtonomiyalik qillam ketidi. Onun uchun BDT'ning nimasida o'z taqdirini o'z belgilash haqqi bor deydi ya. Hatta indigenous people'larning kimi o'z taqdirini o'z belgilash haqqi bor deb anandaki ayg'idiki modda nim deydi. Ammo mustaqillik haqqi yo'q, davlatni parçalash haqqi yo'q, bir davlatniki ziminni nim qilish haqqi yo'q. Fakat ishki jihatdan o'zining taqdirini o'zi belgilaydi degan gap. Ya'ni shuning uchun biz tashqi deganimiz xalqaroga sirtqimi biz o'zimizniki boshqa davlatlar qandoq bir davlat bo'lsa o'zining taqdirini belgilab qandoq davlatini nim qilgan bo'lsa mustaqilligini egilik huquqini o'tirib qo'ygan bo'lsa bizmi shuning uchun o'z taqdirimizni belgilayapmiz va xalqaroninki bizningki tashqi o'z taqdirimizni belgilash haqqimizni qo'llashini chaqiriq qilamiz dedik. Undan sirt yana ayada yalg'iz u gap emas. Chunki biz o'z taqdirini o'z belgilash gibi bilan ham to'xtamadik. Agar unda to'xtab qolsak ham bir aniq munofiqlar buningga putoq topadigan bir muncha munofiqlar chiqadi. Buni zaten tayyor. O ishni qilish uchun uni bilamiz. Shuning uchun ayada dedik va davlatimizningki xalqimizningki davlatimizningki egilik huquqini asliga keltirish va mustaqilligimizni asliga keltirishni qo'llashini chaqiriq qilamiz, talab qilamiz degan ikki gap bor. Ham ani, ham mal g'arbningki o'zininki dam ta'kidlaydigan o'z taqdirini o'z belgilash nimasiga. Asosan tamam, unda olsa sen buning ijro qiladigan niyating bo'lsa, unda olsa bizning tashqi o'z taqdirimizni o'z belgilash haqqimizni nim qil. Yalg'izlam ichkini emas, tashqisini. Chunki ichki jihatdan bo'lsa shu avtonomiyaga ketadi u. Aniqlash kerak. Aniqlamasa shu anda tushuniladi. Bular dedi, nimalim o'z taqdirini o'z belgilash degan bilan ul avtonom masalan Tibetliklar o'z taqdirini o'z belgilash bilan ul avtonomiya talab qiladi. Sizning falanchi bukunchi tashkilotingizda tili og'im kelmaydigan narsalarni o'tirg'i qilibmi? Uni shuning uchun biz ola bilan doim muzokaralashimiz, nim qilamiz dedi. 13 ishxonniki birisi. 2009dagi ma'lum bir atalmış davlatniki qonunni yo'qotish uchun Sharq Turkiston Uyg'urning haqqini sotgan, Sharq Turkiston haqqini sotgan. Söz uchun qarşılık tuğallık için. Çünkü bir yerde o Şarkı Türkistan diyen bir devlet meselesi. Xitayning atalmış işçi meselesinden çıkırıydı. O çağda bizninki xalqaro qonun boyunca biz tajovuzchilikka uchragan bir davlat bo'lamiz, ishg'ol ostidagi bo'lgan bir davlat bo'lamiz va u ishg'oliyatga va u tajovuzchilikka qarshi har qanday harakat olib berishimiz bizning xalqaro qonun bo'yicha haqqimiz bo'ladi. Xuddi Xitoylar o'zi dedi-ku, Falastin masalasi kelgan chaqda. Falastin masalasi xalqaro qonun bo'yicha Falastin ishg'oliyat ostidagi bir davlat, ishg'ol ostidagi bir zamin va ishg'oliyat qarshi haqqi bor. Biz uningga Isroilga qarshi urushini terrorizm demaymiz. U xalqaro qonun bo'yicha bunda ishg'oliyat qarshi turish haqqi bor. Dedi-ku Xitoy o'zi BDT'da. Dal shu. Nima uchun Xitoy bizniki masalamizni ishki ishchilar masalasida va nimasida tutib turayotganligini mushundan ham ko'ra olasizlar. O kadar nim qilayotgan. Nima uchun Uyg'ur desa mayli, ammo Sharq Turkiston desa unamaydi Xitoy. Imanni chiqadi, to'g'ri. Bu davlat masalasi.
O çağda bizningki Xitoy tajovuzchilariga xalqaro qonun bo'yicha Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarish uchun qurolliq harakat olib borsak, biz aqliq bo'lamiz xalqaro qonun bo'yicha. Va xalqaromu bizga ochiq Falastinning qanday nurg'un davlatlar yordam berayotgan bo'lsa va boshqalarga Ukrainaga qanday yordam berayotgan bo'lsa, bizgimi aynan shunday yordamlarni bera oladi va Xitoyning atalmış ichiga aralashib olgan bo'lmaydi. Chunki bu ishg'oliyat ostidagi zamin bir davlat, bu Xitoyning ichki masalasi emas. Bu bir xalqaroliq masala, Xitoy bir tajovuzchi. Shuning bilan bu biz Sharq Turkiston xalqininki Xitoy tajovuzchilariga qarshi harakat qilishi, davlatininki mustaqilligini asl keltirishi, vatanini, qarindoshlarini o'zini ozod qilish haqqi bor. Buni Xitoylar o'zimi e'tirof qildi. To'g'ri. Bizning masalamiz kelgan chaqda yana shu ichki ish masalasi to'g'riliq tutib qolmoqchi va Xitoy o'zininki g'alchilarini, munofiqlarni, aramizdagi munofiqlarni va Xitoyga hamkordosh davlatlarni, hatto ba'zilar bizningki qarindosh degan davlatlarimizni, musulmon qarindoshlarimiz, dindoshlarimizni bizga qarshi harakat qilyotdi, buni ko'rib turyapmiz. Ammo biz bir kun bo'lsa-mu bu da'vodan aslo voz kechmaydiganligimizni olg'a aytib dedik. Mayli bu 4 tok u yerda kishilik huquq damda, nima damda uning bilan nima qilmaymiz. Bizning xalqimiz bu da'vodan aslo voz kechmaydi. Ya mustaqil bo'lamiz, ya yo'qolamiz. Bizga boshqa nima yo'q. Yo'l yo'q. To'g'ri. To'g'ri, bu sizdan har qatam shu biz suhbat qilganda nurg'un siyosiy bilimdan o'rganamiz. Ba'zi so'zlarni, masalan, o'z taqdirini o'zi belgilash degani suiiste'mol qilib turib, xalqqa anglanishda yaxshi deb turgan bilan amaliyotda bu ichki ishga aylantirib olganda siz bugun yaxshi tushuntirib berdingiz. Bu nihoyatda yaxshi bo'ldi. Bu to'g'risida munozara qilayotganlar mushu programmani anglab, bizning hukumatning qaysi yerda turadiganligini, bizning aqidamizning nimaligini, mustaqillikdan voz kechmaydiganimizni bilib olishni umid qilamiz. Hamda bizdagi yana bir cho'ng ish, hamda hukumatimiz qurilganligining 20 yillikka bir narsani qo'shib qo'y. Masalan, bizning og'zimizdan chiqqan yoki Twitterdan yoki nimadan qilingan har qandaqimizda agar biz hatto tashqi o'z taqdirini o'z belgilash degan vaqtdimi qo'shimcha yana mustaqillikni qo'shish shart. Yana ta'tur tushunmaslik uchun yoki tushunamadik yoki anda qilamadik deganlarning uyallarga nim qilmaslik uchun yoki ilqima g'arbning tilida ambigi o'staydi. Aniq emas bo'lmagan aniqlash ayada mustaqillik degan jumlani qo'shishimiz shart. Mayli 5'ida bo'lamdi, mayli ayg'ida bo'lamdi. Shunda qo'shishimiz shart. Shuni deb qo'ydik. To'g'ri. Bu cho'qim bir logikalik bir yo'l chiqib qolmaslik kerak. Vaqti kelganda sizlar buni o'zing talab qilgan deb eslib oladi. Shunga pek yaxshi tushuntirdingiz. Endi hukumatimiz qurilganligining 20 yilligida bu hukumatning qurilish tarixi va ahamiyatini so'zlab bersangiz. Amma ma'lum bu Sharq Turkiston hukumatning qurilishining tarixi shu rasmiy qurilishi 9-ayning 14-ci 2004 yılda bo'lgan. Ammo bu qurilish bu surgunda hukumat qurish uchun eppagan kurashlar ta shu 50-yillargacha 60-yillargacha boradi. Hatta Sharq Turkiston Cumhuriyet Xitoy tarafidan tajovuz qilinib, andan keyin 60-yillarda Sovetlar bilan Xitoyning orasida ayrilish bo'ldi ya, ziddiyat. O vaqtlarda 100 mingdan ortiq xalqimiz O'rta Osiyoga, ya'ni bugungi Qozog'istonga, Qirg'izistonga surgun qilib chiqdi. Shuning orasida nurg'un sobiq Sharq Turkiston Cumhuriyetininki armiyasininki qo'mondonlari buning orasida bor. Buningki eng yuqori darajasi shu nima Zonin Tayyip Sharq Turkiston Cumhuriyetininki
Milliy armiyasınınki maun kumandan yardımcısı desek buludu. General ve nurgun otur ve töndercilik ofisörler kaçtı. Ve bula 64. yılda şu sürgün hükümet kurumuz dep kuruluş için kuruş için tırıştı ama Sovyetler bunu bilmedi. Şunun bilen bula Şarkı Türkistan Milli Komitediyasını kurdu. De facto resmi sürgün hükümet digizgili onu mu diye Sovyetler. Ve muşu arkalık faaliyet kıldı. Keyin 92. yılda Sovyet yıkılıp Otrasya devletleri müstakillikini aslikeye vaqt aslik qaytıp qaytadan müstakil bolgan vaqtda 92. yılda İstanbul'da 12. ayda hammalarga ma'lum bo'lgandek Sharq Turkiston Milliy Meclis kuruldu. Ve u yerda aslida surgun hukumat qurish niyat bor. Ammo Türkiye hükümeti bunun qarshi turdi. Bunun unumidi, şunun bilan şu milliy merkezde bu de facto resmi kanuni jihatdan surgun hukumat emas, ammo de facto amaliyotda şu surgun hukumatlik jariy qilinayotgan bir qurilma o'tirg'i chiqdi. Keyin bununla şu İsa Küzkör narsa bunun qarshi turgan yerini hammadan biladi. Meni rahbar qilmadi, meni nim qilmadi deb. Keyin 97. yılda bu Milliy Meclismi Türkiye ve Xitoy kelishim qilib 96. yılda dedik-ku, maxfiy Xitoyninki maxfiy yig'ini Sharq Turkistonning mustaqilligini oldin olish uchun yapgan maxfiy yig'indan keyin Türkiye bu Milliy Meclisninkimi Türkiye'de faaliyet qilishini yo'l qo'ymadi. Shuning bilan nimga chiqishga boshladi. Germaniyaga mecbur bo'lib, Germaniyaga shu Myunxda nim qilindi. Chunki ba'zi qismlari yana shuningki yana shu Xitoy tarafdori munofiqlik taraf chirib olgan emasmi? Ve bu tecrübe, bu dava dal Xitoy degandek asta-asta mustaqillikdan kişilik hukuk yalnız Uygur davası qilib ketishga boshladi. Uygur bir asırlık milletning davasiga. Ve Sharq Turkiston davası yo'qolishga asta-asta nim qildi. Ve hatta 2002 yılı Xitoyninki buni BDTninki nimasidan topa olasizlar. BDTninki Sharq Turkiston masalasi to'g'riliq special nimaninki nima deymiz? Special special report procedural special nimalar bo'ladi ya, alayda bir masala to'g'riliq nima qilgan. Shuningki 2003 yılda yazgan bir doklad var. Şu yerda 2002 yılda Xitoyninki yana bir maxfiy dokladda Sharq Turkiston masalasini 2 yilcha biz tamamen hal qilib bo'lamiz, yo'qotib bo'lamiz degan bir gap bor. Keyin 2004 yılda bu Sharq Turkiston Milliy Meclisi 2004 yıl kadar parçalanışga başlaydı. Bazıları şu Uygur Avtonomiya bijnimisi deb kişilik nima Uygur doqlab çıktı ve Germaniyada nim qilindi ve ondan sırt yana bazıları Otrasiyadakileri bunun G'arbniki bildi. İzchil bu mustaqillik davasından vaz kechmaydiganligini bildirganlik uchun ve bular şu Amerikadagi, Otrasiyadagi ve başkaları bilan nim qilib, Amerikaliklar mushadagi sobiq istihbaratçılara, devlet erbapları bu Sharq Turkiston davasınınki mustaqillik davasınınki ülep qanmaslik uchun ve yani Amerika'nın gözününki bir yerde yalnız biz uchun nim qilmaydiganligini haqiqatan nim qilmasak bo'lmaydi. Amerika'nınki shu vaqtda Xitoyga qarshi bizni ko'zir qilish uchun Sharq Turkiston surgun hukumatininki qurilishini shu 5-oyda qilmaylam Duqaya ani e'lon qilib bo'lgandan keyin bular buni planlashga boshlaydi. Va oxiri 9-oyning 14-si Washingtonda Amerika'nınki parlament
ichida Sharqdan sürgün hökumətininki resmi qurulğanlığını jakarlaydı və bu içinişlik yeri şu ki başta xili yaman emas ketiyotgan bu hökümetimiz yana şu Xitoyninki qalçılarının hareketi bilan ichki ziddiyetlarga petqizirildi. Şu vaqt buni tafsilotini deyishimninki hojati yo'q, hammadan biladi shu 2005da bo'lgan ishlarni. Ondan keyin bir mezgil bu Turkiyaninki kontrolliqida yoki ta'sir ostida deyli, yomon kontrol qilib ketmasmi, ig'ir ta'sir ostida qiladi. Va bu hukumatimiz 2006 yıldan tatip 2018 yılgacha çoğun bir faaliyet, bir erkekçallığı nahayet az. Bir 3-4 yılda bir kurultaya çıkıp şunun bilan şunda alam tuğandı. Çünkü erkek kıldığı kızmağan. Çünkü ya da Türkiye'nin tasir astıda ve Türkiye Xitay'ninki çıraylık yapının kıysa Xitay'ninki hem kardeşi desek buludu. Xitay bilen ağır istihbarat ve askeri ve başka bir xatarlık nimeler var. Türkiye'ninki bu bizninki davasımızı kontrol kılış, yok kılış da mühim Xitay için mühim rol oynayotganligini ve Xitay için bir paleyde ameliyatta. Ameliyatta Xitay. Ama ko'rinishda bu Türkler yordam qilyapti bizga, Türkler nima qilyapti bizga, mustaqillik demal, anda qilmanglar, manda qilmanglar deyotgan ko'rinishda Türkler bizga maslahat, xalqimizga maslahat berib, tashkilotlarimizga maslahat berib qilyotganlar amaliyot ko'rinishda Türkler, ama o Türkler bir paley. O yani Xitay. Bir vasıta, to'g'ri. Ameliyat şunda bulab kaldı. Keyin 2018 yılda bu hükümetinin qaytadan jallanishninki zarur ekanligini sobiq Cumhur Reisimiz G'ulom Osmon apandim buni nim qildi. Ondan keyin bu da'voning markazi yana bizning masalamizga kelgan chaqda shu Amerika, Washington bo'lishninki muhim ekanligini bildi. Nima uchun Washington? Chunki biri Xitoyga qarshi tura oladigan eng qudratli davlatlarning birisi shu Amerika. Birdan bir amaliyotda. Ikkinchidan bu ikki davlatning orasida ziddiyatlar boshlanishga boshlagan vaqtda biz bundan foydalanmasak bo'lmaydi. Chunki bu yerda haqiqatni nim qilmasak bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Biz albatta vaqt kelgan chog'da shu vatan uchun, shu millet uchun, shu davlatimizni asli keltirish uchun urushib kurash qilib jinimizni pido qiladiganlar, ya'ni biz. Ama bizge yani tashqi yordam bo'lmay turib, bizge şu keraklik materiallarni, keraklik yordamlarni beradigan bir tashqi kuch bo'lmay turib, bizninki yalnız o'zimiz bu o'zimizninki masalamizni hal qilishimiz sal ta'sirroq. Shuning uchun biz bu fursatdan foydalanmasak bo'lmaydi va Amerikaninki bu Xitoyninki eng birinchi bizning qasa eng mıqtı qadalgan düşmeni bo'lganlik uchun siyosati bir gappa, düşmenimning düşmeni mening do'stim degan gap dal shu. Shuning uchun biz bular bilan va Xitoyga qarshi har qandaq kuch bilan, har qandaq davlat bilan bizningki hamkorlik qila oladiganligimizni, hamkorlik qilish niyatimiz borligini va ular bilan birlikda bu o'rtaq düşmenimizni qarşı hareket qilishganligimizni jakarladik va yana doim jakarlab turamiz, xuddi bugündek. Shuning uchun Amerikada yana faoliyatlarimizni Amerikadan boshladik. Allohga shukr, bu 2018 bo'lib 2019dan keyin Turkiyaniki va Xitoyninki bevosita bo'lmasmi, vosita bo'lmasmi, bevositalik ta'sirlardan, nimalardan qutuldik bir qismini desek bo'ldi asosan. Qutulduk ve faaliyetlerimiz canlandı. Şarkı Türkistan mustaqillik davası yani qaytadan canlandı. Kelmegen bolsa-mu qaytadan canlandı. Ve xalqaro asta-asta yani Şarkı Türkistan mustaqilligininki muhim ekanligini
asta biliyotidu. Xalqimizmi yani qaytadan o'yg'andi. Umuman surgundagi xalqimizning ko'pinchisi ishonmanki hozir 2018dan burun deyli avtonomiyachining deyishicha 30% bo'lgan bo'lsa, shuni rost degan bo'lsak, amaliyotda emas, uningdan burun shu 90% shu edi. Hozir ishonmanki 99%imiz xalqimizning muhojiratdagi 1% munofiq xoin jasurdan sirt 99% xalqimiz mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib yetdi va bu mustaqillik uchun vaqt kelgan chaqda agar imkoniyat yor bersa, imkoniyat bo'lsa-lam bu mustaqillik masalasiga ko'chirish uchun kurash qildiganligiga ishonaman. Rahmat. Bu bugungacha vaqtimiz qisqa bo'lsinmi? Lekin bu bir siyosiy o'rganish. Amaliyotda bu Salih Xudoyorninki deyotgan peşidan deyotgan gapni anglasanglar, bunida nurg'un uchur bor. Bizning bu programmamiz chin gap qiladi, rost gap qilamiz. Biz hech qanday yolg'on gapni aralashtirmaymiz. Shunga mayli bugun vaqt o'tib ketsin, mayli jiq ketsin, bu gapga diqqat qilishinglarni, sezgirlik bilan anglashinglarni umid qilamiz. Endi yaqinda bu xalqaro vaziyatdan chiqsak, Amerikada Xitoy jasuslari orqa-orqadan tutilyotdi. Ve yakında Devlet Meclisi'de Xitoyga qarshi nurg'un qonunlar orqa-orqadan ma'qullandi. Hem de bu Amerika'nın Xitoyga qarshi siyosati o'zgaryapti. Bu yeterlikmi? Sizning? O'zgarayotganligi aniq. Buning o'zgarishini zaten bunda qilmasa, bu o'zgarmasa, ato'gin Amerika mag'lub bo'ladi. Amerika mag'lub bo'lsa, zaten dünyanın ki başka küçük devletleri, başka güçleri Xitoyga taqobil turolmaydi. Buni hammamiz bilib turamiz. Yani Xitoy maqsadiga yetdi degan gap. Dunyoninki jahongiri Xitoy bo'ladi degan gap. O vaqtda yalnız bu Sharq Turkiston xalq qirilishidan sirt dunyoning boshqa joylaridami asta Xitoy Sharq Turkistonda qanday mustamlikchilik elib, qirg'in elib, oxirgi vaziyatda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bo'lsa, boshqalarga shundan qilishi muqarrar, aniq bir narsa. Buni Amerikaninki strategiyachilar asta tushunyapti deb o'ylayman. Va buning qarshi azroq harakatlanib boryapti. Albatta, urushninki oldin bo'lishdan burun aldı bilan istihbarat urushi berildi. Buning har qaysi joylar shunda aldı bilan bir-birsininki jasuslarni tozalashga boshlandi. Bu Amerikaninki, bu Xitoyninki jasuslarni tozalash harakati nihoyatda yaxshi bo'ldi. Ammo yani yetarli emas. Biz doim Amerikaliklar da'vatgandek, bu Wang Shujingdek, Bijnas Tangdek, boshqalardek o'zini ko'rinishda voy biz demokratchi, voy biz aktivist, paxchi ko'kchi, ziyoli u bu deb o'zini shunda tashviq qilgan Xitoylik Sharq Turkiston diasporasidami o'zini shu molla deb olgan, doktor ziyoli aqchi ko'kchi deb olgan, aktivist kishilik huquq bujumchisi deb olgan Xitoy uchun xizmat qilayotgan Sharq Turkiston mustaqillik harakatini, mustaqillikni to'sash uchun xizmat qilayotgan bir muncha Xitoy jasuslari va ba'zilari hatto Amerikaniki vatandoshlari bo'lgan ba'zilarim bor. Bu bir Amerikaga xiyonat, ammo bu jasuslik harakati ham Amerikaga xiyonat, ham bizningki Sharq Turkistonligim xiyonat. Shuning uchun buni tozalash kerak. Buni shunda Wang Shujingdek boshqalarning qilgandek jazolashi kerak. Bu hamma narsa ochiq. Hozir bu munofiqlar o'zini yushirman desimi, tarix Allohga shukr bu internet degan bir narsa bor ekan. Burun qilgan nimalarni o'chirib yetay desimi, arxiv qilingan narsalarni arxiv qilingan degan hamma narsa o'tirib chiqiglar. Zaten bu hukumatmi, Amerika hukumati biladi kimning kimligini. Shu vaqt masalasi hozir. Bular rasmiy urushga tayyorlik bo'lmaguncha bular hozircha asta shunday qilib turdi, ammo bu ichimizdagi Xitoyning g'alchillarini tozalaydi deb umiddaman va bizmi xalq bo'lish sifatimiz bilan bizmi eng oz deganda Twitter, social mediadami Amerika hukumatidan shuni talab qilishimiz kerak.
To'g'ri. Xitoyni qilmay, ama bizning ichimizdagi Munofiq qilmamoq. Chinese Uyghurs deydi ya. Ha. Xitoylik Uyg'urlarnimi, munofiqlik xoinlarnimi tutinglar, jazolanglar. Onundan keyin bizningki da'voninki haqiqiy milliy da'voga aylanganligini, haqiqiy jonlanganligini shu vaqtda ko'ramiz qarindoshlar. Bizningki nimamiz shu. Bir buncha qonunlar chiqadi, ammo bu yetarli emas. Yana Amerika hukumatiga va parlamentga a'zolariga deganimizmi? Nurg'un qonunlar chiqadinglar, ammo yetarli emas. Bizni eng az deganda shu tashqi ishlar ministrligida Tibetga mas'ul bir maslashtirgich baya Sharq Turkistonga shunda bo'lish kerak. Bizga eng az deganda sizlar Rohingya'dagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun surishtiq qildirish uchun necha yuz million dollarni nim qildinglar. Biz necha yuzini qilmasanglar bu necha 10 millionni bu qilinglar. Tibetlikning rahbarlarini o'qich nima kelgusidagi rahbarlarni yetishtirib tarbiyalab nim qilyapsizlar. Bundan qilib bizninkini shunday qilinglar, ularning hukumatini surgun hukumatini rivojlantirib olsa bizga o'xshash qilinglar deb bu talablarni qilib kelyapmiz. Yana yetarli emas, ammo biz oldimizda yana doim da'vat qilamiz aziz qarindoshlar, oldimizda bir eng oxirgi fursat bor. Biz bu fursatga tayyor bo'lmasak, biz bu fursatni qo'ldan ketkizib etsaklam, biz tamoman qirilib yo'qolamiz. Shuning uchun sizlar hammanglar bayam deganimdek, mayli Amerikada bo'linglar, mayli dunyoning boshqa yerida bo'linglar, hech nima qilmasanglarmi, eng az deganda shu sotsial mediadan foydalanib bizningki xalqimizningki mustaqilligimizni nasl keltirishga bo'lgan irodamizdan tavranmaydiganligimizni va fursat yor bersinlar biz shu davlatimizning mustaqil qilish uchun kurashadiganligimizni, qo'rqmaydiganligimizni va qurbon beradiganligimizni doim jakolab turishimiz kerak. Doim xalqaroga nim qilib turishimiz kerak. Aziz qarindoshlar. Va tashkilotlar va boshqalar qilaydiganlar o'zingizning davlatingizniki shu surgundagi yashayotgan davlatingizda o'xshash faoliyatlarni yapishinglar kerak. Ularning parlamentlarida Sharq Turkiston davlat masalasini tunishtirishinglar kerak. Bizningki mustaqilligimizni asli keltirmay turib, bizningki kishilik huquqimiz, erkinligimiz, diniy haqlarimiz, hatto mavjudligimizningki saqlayanmaydiganligini bildirishimiz kerak. Xitoyninki Sharq Turkiston yo'qotib esa, bular uchun akiladigan tahdidlarni doim ta'kidlab turishimiz kerak va harakat qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Az bo'lsinmi, cho'ng bo'lsinmi, qo'limizdan kelgan harakatlarni qilishimiz kerak. Doim harakat bizdan bo'lishi kerak. Ya'ni xalqimizdan biz harakatimiz qilishimiz kerak. Qog'inni, g'albini, nusratni Alloh inshaalloh bizga nima qiladi. Va boshqa narsaning sirt, buningdan sirt avam xalqimiz doim shu 5 vaqt namozingizda bo'lmasimi, shu 5 vaqt namozingizning birisida bo'lsimi, Sharq Turkistonning mustaqillikni asli keltirish uchun xalqimizningki bu irqiy qirg'inchilikdan, bu ishg'oliyatdan, bu mustamlikadan qutulish uchun duo qilishingiz kerak. O'zingizning qarindoshlaringiz uchun, o'zingizning kelgusi uchun, avlodlaringiz uchun duo qilishingiz kerak. Bizningki davosimizningki, bu ulug' davosimizningki, sepimizning xoinlardan, munofiqlardan, sotqinlardan pokiz bo'lishini talab qilib duo qilishinglar kerak va bizga kuch-quvvat, jasorat berishini va o'z panohidan bizga yordamchilarni evatishini, askariy istixborot jihatdan, diplomatiya jihatdan, ma'naviy, moddiy jihatdan bizga yordamlarni evatishini talab qilishinglar kerak va sizdan vatanimizga qaytib, shu vatanimizni ozod qilish uchun, shu qarindoshlarimizni ozod qilish uchun, shu avlodlarimizning kelgusini barpo qilish uchun, davlatimizning mustaqilligini asli keltirish uchun bizga tiz vatanimizga qaytib, shu vatanimizni ozod qilish uchun kurash qilish
jangahlarda jang qilish fursatini ato qilish uchun duo qilishinglar kerak aziz qarindoshlar. Qo'rqmasligimiz kerak aziz qarindoshlar. Ortiq qo'rqadigan boshqa narsa qolmadi. Bizningki ortiq yo'qitib qo'yadigan boshqa narsamiz qolmadi. Siz janimizdan. Janimizmi zaten ketidi, zaten ölemiz aziz qarindoshlar. Ammo vatan uchun yerimiz ölsekmi, yani yerimiz hayat qalamiz. Yerimizninki avlodlarimizning kelgisi bo'ladi. Devletimiz buludu ve bugünkü harlık, bugünkü bu ırkı kırgınçılıkını asla tekrarlanmaydıgan bir devletine barpa kılışımız gerek. Devletimizni barpa kılışımız gerek. Kıyamet kıça avlatlarımızınki Uygur buluş kılış için, Şarkı Türkistanlık bulup kılış için, Müslüman bulup kılış için bu devletimizin asli keltirişi şart aziz qarindoshlar. Şunun için bunun için hiç nim kılamısak mı en az degende dua kılışımız gerek. 5 vaqt namazımızda dua kılamısak mı en az degende bir vaqt namazımızda şu dualarımızı şu vatanımız için, milletimiz için, kelgüsümüz için sarf kılışımız gerek aziz qarindoshlar. Deydiğim şu. Rahmat, siz xalqdan kutgan umidingizni dedingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan bu programmani oxirlashtirishga majburmiz. Bugun biz nurg'un siyosiy bilimlarni o'rgandik. Bundan keyin bizningki hukumatning qilayotgan xizmatlardan doklad angladik. Biz unumli xizmat qilyapmiz deb o'ylayman. Endi siyosatdagi eng bo'lmag'ur ish quruq gap qilish. Gap qilish kerak albatta, ammo ishning gapini qilish kerak. Qilgan ishning gapini qilsa texim bilan bo'ladi. Biz her zaman Salih Hudayar efendim bilan suhbat o'tkazganimizda qilgan ishni anglab bo'lishga vaqtimiz yetmay qoladi. Tan qilgan ishda barakat bo'ladi. Mustaqillik aqidasi bor Sharqiy Turkistonlik fuqarolarga shuni jakarlaymizki, marhamat. Mustaqillik g'oyamiz uchun Salih Hudayar kabi bag'rimizni kuydirib, qinimizni qaynatib ishlab ko'raylik. Vatan uchun va insonlik haqqimiz uchun. Bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Hammanglarning mash vaqti xayrli bo'lsin. Allohga emanet. Xayr.